Bu yerda o'tkazilgan tajribalar bugun ham inson aql qabul qilishi qiyin bo'lgan darajada dahshatli edi. Odamlarga ataylab vabo, kuydirgi, xolera va boshqa o'limga olib keluvchi kasalliklar yuqtirilgan. Ba'zi odamlar juda sovuq haroratda muzlatilib sinovlardan o'tkazilgan. Tirik holatda qo'llari va oyoqlari muzlatilgan. Odamlarga turli viruslar yuqtirilib, a'zolarining chirish jarayonini kuzatish uchun ular narkozsiz yorib ko'rilgan. Narkoz bo'lsa natijalarni buzadi deb hisoblashgan. Insonning qo'l-oyoqlarini muzlatib, keyin ularni bolg'a bilan urib ko'rishgan yoki qaynoq suvga solib, go'sht suyakdan qanday ajralishini tekshirishgan. Urushdan keyin AQSh biologik qurollar sohasida Sovet ittifoqidan ortda qolishni istamagan. General Douglas MacArthur boshchiligidagi AQSh ma'murlari Shiro Ishii va uning jamoasiga rasmiy kafolat berishgan. Agar barcha tadqiqot natijalarini va patologik namunalarni topshirishsa, ularning hech biri urush jinoyatchisi sifatida sudlanmasligi kafolatini olishgan. Natijada minglab insonlarning o'limi evaziga olingan 8 mingdan ortiq mikroskopik namunalar va minglab sahifalik hisobotlar AQShning Merilend shtatidagi Fort Detrick harbiy bazasiga olib ketilgan.